2025-yil. Chisla necha bugun? 2-dekabr. Qo'l qo'yib berayim, mana unga qo'yib berayim. Nimaga ba'zi ishlamayapti aka? O'sha sababini tushunasiz-da. Viloyatga. Xo'p, shuncha xalqni to'plashdan maqsad nima aka? Kim sizga to'sqinlik qilyapti? Yo'q. Ba'zani kim ishlatmayapti? Respublika ishlaydigan narsa. Xo'p. 3 kundan buyon ishlamayapti, to'g'rimi? Kecha ishlangan, chiqarilgan kecha. Kimniki chiqdi mana shu yerda? Necha kundan beri turibsizlar? Shanba kundan. Aka 5 kundan beri turganlar bor-ku. 5 kundan beri turganlar yo'q, 3 kundan beri turganlar bor. Shuncha xalqni nimaga to'playapsizlar? Baza bilan bog'liq muammo. Ba'zi ishlamayapti. Baza 5 kundan buyon ishlamayaptimi? har xil aka. Hop, sizlar Chust tumanida nima uchun ba'zi ishlamayapti? Bitta Bir haftadan buyon qayerda ishlamayapti? Ko'p joyda ishlamayapti. Xo'p, gai ba'zi ishlamayapti. Xo'p, o'shanda bular hozir 3 kun oldin tushganlar, istaganki turishga majburmi? Jarimasini to'lashga? Ba'zi ishlamagani uchun ham bular to'lash kerakmi jarimasini? Xususiy tadbirkor o'zi biladi. Yo'q, tushundim. Endi qarang. Ba'zi bir oy ishlamasa, bir oy to'laydimi? Shuncha odam mana, qarang, shuncha odam. Men ham gapiray. Gapiring aka. Men bitta bu sohada emasda, gay sohasida, mashinada emas. O'chirib turasiz telefonni, davlat xizmatlari. O'chirsa mana telefonni. Hamma yerda bor. O'chiring telefonni. O'chiring telefonni. Buni odamni qiynashdi. Xo'p, odam omil. O'chiring telefonni. Mana men korrupsiya qilganim yo'q sizga. Ro'yxat. Ona hech qaysi olmaysan. Turibman. Shuni hal qilib beringlar, komandir. Ba'zadan charchab ketdim men. Men ijtimoiy nimada turaman, reyestrda. Boraman va mana uni qilib bering deb kadastrga kirsam ham, soliqqa borsam ham ba'zi ishlamayapti. Boshliqni chaqiraylik desam, boshliq o'qishda. Ko'p muammolarimiz bitta beyda emas, boshqa yerda ham bitmay qolyapti, yordam beringlar deyapti. Yangiga buni aytdim, siz yangiga ayta olmaysiz. Siz yangi xususiy tadbirkor aka. O'zini u xususiy tadbirkor. Kimdir to'la olmaydi. Sharoiti hamma misol Aka, hozir qarang bitta narsa. Qachon ishlaydi ba'zi? Mana shuncha odam bu yerda bir haftadan buyon ishlamayotgani bor. Bir ishlamay qolyapti aka. Ishlarga chiqarilyapti aka. ishlamayaptimi faqat Namangan viloyatida Respublika bo'ylab aka.